Assalomu alaykum. Aziz obunachilar, hurmatli Begobodliklar, mana bugun Toshkent viloyati Begobod tumani Xos qishlog'i yoshlik mahallasida nihoyatda bir katta tantana. Mana aziz obunachilar, tumandoshlar, hammaga shunday joylar, shunday mahalla go'zallari nasib qilsin. Chekka qishloqlarda ham shunday mahalla markazlari, mahalla guzari bo'lishi nasib qilsin hammalaringizga. Aziz obunachilar, hurmatli jigarlar, bugun qishlog'imizda, mahallamizda nihoyatda bir katta tantana. Albatta bir necha yillardan beri masalasini yechilmayotgan masaladay mahalla binomiz bitmayotgan edi. Mana bu yil 2025-2026 yil xudo xohlasa prezidentimizni sa'y-harakatlari bilan Begobod tumanimiz hokimini sa'y-harakatlari bilan, mehnatlari bilan, xalqchilligi bilan qilgan e'tibori tufayli mana shunday mahalla markazlari barpo bo'lmoqda. Nafaqat Xos qishlog'ida va boshqa Xosdan tashqari boshqa qishloqlarimizda ham shunday mahalla markazlari ochilmoqda. Aziz obunachilar, hurmatli jigarlar, Begobod tumanimiz hokimini albatta kutyapmiz. Xudo xohlasa sizlar bilan birgalikda kutib olamiz. Hozircha nima yangilik bo'lgan, nimalar qilingan batafsil sizlarga ko'rsatib o'taman. Qani ketdik bo'lmasam. Mana aziz obunachilar, aziz tumandoshlar, kirish foyasidan nihoyatda odam albatta. Mana kirishingizdan mahalla profilaktika inspektorining xonasi, ijtimoiy xodim va profilaktika inspektorining xonasi. Bu yoqda mana mahalla rayonlar chiroyli bo'lganini nihoyatda zo'r. Assalomu alaykum. Hormatlar. Mahalla guzari muborak bo'lsin hammalaringizga. Charchamanglar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin va al-aqibati lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala rasulika Muhammadan va alihi va ashabihi ajmain. Amma ba'd. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan Bismillahirrohmanirrohim deb ko'tardik bilakni. Yo mustajab qilgan Allohim har bir tilakni. Allohim avvalambor din islomga quvvat bergin. Ramazonimizni barokatli qilgin. Xonadonlarimizga fayz va baraka, yurtimizga tinchlik, omonlik, barqarorlik bergin. Farzandlarimizga baxt va saodat bergin ilohim. Mana shu elimiz uchun, yurtimiz uchun jon kuydirayotganlar hammalari tan jonlari sog', umrlari uzun, rizqlari ulug' bo'lsin. Mana shunaqangi chiroyli imoratlar har bir yurtlarga yarashadi. Ayniqsa tinch yurtlarga to'ylar yarashadi. Shodliklar yarashadi. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, bolalarimiz baxtli, salomat Bu yoqda yana bitta xona azizlar, qad ko'targan, nihoyatda chiroyli, barakalloh deb ko'z tegmasin deb qo'yasizlar. Çoğunluk. Bunday yaxshimisizlar? Maqsad chaqirishida. bo'lsin, sog'lik, salomatlik bo'lsin.
Mana qishlog'imiz yangi inshootlari bitibdi. Mana shunaqa inshootlarimiz ko'p bo'laversin. Shu raislarimiz ham mana shu xalqimizga, elimizga, vataniga, millatiga xizmat qiladigan farzandlar bo'lsin Allohim. Shularni tashkil qilgan mana shu yigitlarga rahmat, quruvchilariga rahmat. Shunaqangi inshootlar ko'p bo'laversin. Yurtimiz tinch bo'laversin qatorida, mana qishlog'imiz ham tinch bo'laversin. Hammalarga sog'lik tilayman, omonlik tilayman. Raislarimizning ishlari bundan da rivoj bo'lib ketaversin. Amin. Alloh akbar. Rahmat. Boshlarimizga xursandchiliklar tarqatadigan joy bo'lib, doimo quvontirib yuradigan joy bo'lsa, ishlarni ham rohatini bersin. Buyurmasa qo'yaman dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Robbana anzilna munzala mubaraka anta khayrul munzilin. Alloh taolo mana bunday dargohni muborak aylasin. Ko'p yillar elimizga, yurtimizga xizmat qilishni Alloh o'zi nasib etsin. Xo'sh kelibsizlar, xo'sh kelibsizlar.
Gel yakınırak, gel yakınırak. Gel yakınırak. Marosimimizni davom ettiramiz. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yangraydi. Administratsiyasining Bekobod tumanidagi vakili, O'zbekiston mahallalari uyushmasi vakili Dilshod aka Hasanovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli mahalladoshlar. Assalomu alaykum hurmatli xosliklar. Garchi Yoshlik mahallasi binosini ochilish marosimiga turgan bo'lsak-da, bu azaldan xos mahallasini tarkibidan ajralib chiqqanligi uchun mingga bo'linsa ham bu xosliklar baribir xoslik bo'lib qoladi. Hammalaringizga qutlug' bo'lsin mana shu mahalla binosi. Men o'tgan yil iyun oyidan buyon mana shu tumanda administratsiyani ishchi guruh rahbari sifatida kelgan bo'lsam, Yoshlik mahallasiga 2-3 marotaba kelganman. 2-3 ta muammolarni birgalikda hal qilishga kelganmiz. Shu mahalla binosiga kelganimda mahalla raisi juda iymanib, juda uyalib, tortinib haligi mahalla binosiga ham taklif qilmaydigan darajada bir uyaladigan bir binoda faoliyat ko'rsatayotdi. Mana qisqa vaqtda muhtaram prezidentimizni o'shaligi ajratgan mablag'larini maqsadli foydalangan holda Bekobod tumanida nafaqat Yoshlik 20 ta mahalla binosi yangidan qurib foydalanishga topshiriladi. Mana shu 21-martga qadar mana oldingi mahalla binolarini foydalanishga topshirish jarayonida hokimimiz haligi e'tirof etdilar. Har kuni agar 2 tadan
obyekt foydalanishga topshirilsa ham 21-martgacha ulgurib bo'lmas kerak. Bu mana shu so'nggi yillarda ayniqsa mana shu 25-26 yillar mobaynida prezidentimizni Bekobod tumaniga qilgan o'shaligi iltifotlari o'sha Allohning nazari tushgan desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Mana shu Bekobod tumanida amalga oshirilayotgan va bundan keyin amalga oshiriladigan ulkan bir haligi tarixiy hodisalarni mana birini guvoh bo'lib turibmiz. Hammalaringizga yana bir marta qutlug' bo'lsin. Mana shu yerda faoliyat yuritadigan mahalla yettiligiga xalqning ishonchini qozonish, uni dardi bilan yashash, mana shu mahalla tizimi faoliyatini o'sha davlatimiz rahbari qo'yayotgan talabga mos ravishda yo'lga qo'yishda ulkan zafarlar yor bo'lishini tilab qolaman. Hammalaringizga qutlug' bo'lsin. Yana bir marta rahmat e'tiborlaringiz uchun. Rahmat Sho'dagi. Navbatdagi so'z Xalq deputatlari Bekobod tuman kengashi raisi, mahallalar uyushmasi tuman bo'limi rahbari Yoqutxon Mo'minovaga. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli yoshlik mahallasi deymizmi, xos hududini fuqarolari deymizmi, aziz otaxonlar, aziz onaxonlar, men ko'rib turibman bu yerda eng ilg'or, eng faol onaxonlarimiz har doim hamisha shu mahalla bilan birgalikda hamkorlikda mahallani muammolarini hal etishda jonbozlik qilib ko'rsatib yurgan oqila ayollarimiz ham o'tiribdi. Xursandman sizlarni ko'rganimdan shunday ulug' ayyom kunlarda. Mana hozir Bishidek aytganlaridek 8-chi yangi mahallani ochishimiz. O'tgan hafta 4 ta ochgandik, mana bugun hozir yana 4 ta, bu 8-si. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, muhtaram prezidentimizni Bekobod tumaniga e'tiborlari, mehrlari juda ham bir boshqacha bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki mana 2025-2027-yillarda Bekobod tumanini eng zamonaviy nafaqat tuman, shahar qiyofasiga kiritish bo'yicha alohida qarorlar qabul qilindiki, bu Bekobod tumani uchun. Bu qarorning ichida birorta soha qolmadiki, qamrab olmagan bo'lsa. Hozir mana shu tumanimizda bo'layotgan islohotlarni sizlarga sanasam adoq bo'lmaydi. O'zlaring ham ko'rib yurgan bo'lsanglar kerak, qaysidir qishloq, qaysidir yo'llarda yurganlaringizda mana shu islohotlarni Shabardasi xos hududiga yetib kelgandan xursandmiz. Qaysidir mahallamizda maktab binosi, qaysidir mahallamizda bog'cha, qaysidir mahallamizda mahalla binolari, qaysidir mahallamizda infratuzilma, yo'l, suv, elektr toklari, gazlashtirish, kanalizatsiya judayam bir zamonaviy qiyofaga olib kirish bo'yicha dolzarb ishlar, bunyodkorlik, qurilish ishlari davom etyapti. Mana shu ishlarga bosh-qosh bo'layotgan avvalo muhtaram prezidentimizga sizlarning nominglardan, xosliklar nomidan alohida minnatdorchiligimizni yetkazamiz va albatta bu jarayonni ko'rib turib siz bilan bizda shukronalik kayfiyati uyg'onmasdan iloji yo'q. Bugun mana shunday chiroyli yana nasib qilganini qarangki, bu binoni ochilishi o'tgan hafta edi. O'tgan haftadan bu haftaga ko'chirildiki, Ramazon kunlariga to'g'ri keldi. Chiroyli ulug' ayyom kunlarda ochilishga to'g'ri keldi. Har doim mana shu namozlarimizda, juma namozlarida, mana shu muborak kunlarimizda duo qilaylik prezidentimizning haqqiga. Mana shunday xalqimizni, sizni, bizni o'ylab, yashash sharoitlarimizni yaxshilab, mana shunday chiroyli binolar hadya etib, chiroyli yo'llar, chiroyli maskanlar barpo qilib berayotganlari uchun umrlari uzoq bo'lsin. Har doim mana shu yaxshi kunlar oilangizda ko'p bo'lsin. Mana shunaqa chiroyli tadbirlarning ochilishida, to'y tomoshalarda, umuman xosga kelganimizda har doim mana shunaqa xursandchilik tadbirlarga kelish nasib etsin. Men har doim aytaman, xosdagi mana Shahnoza biladi, raislar biladi, xosdagi tadbirlar o'zgacha o'tadi. Xosdagi marosimlar ham o'zgacha o'tadi. Chunki xosliklardagi otaxonlar, hojonalar, hojotalar o'zlari o'zgacha bo'lgani uchun, madaniyat, ma'naviyat yuqori bo'lgani uchun
Nuroniylar nomidan so'z O'rinbek aka Qo'shmatovga beriladi. Marhamat O'rinbek. Assalomu alaykum, hurmatli mahalladoshlar, hamqishloqlar, ukalar, singillar. Mana avvalambor,ki gapni boshidan shuni aytmoqchi edimki, xalqni o'ylab, bizni o'ylab, mana shu shart-sharoitlarimizni yaxshi bo'lishini, xalqimizni quvonishini o'ylab, mana shunday ahamiyat berganligi uchun yurtboshimizga rahmat deymiz. Hammamiz nomimizdan umrlari uzoq bo'lsin, ishlarini barakotini berib, yurtimiz tinch bo'lsin. Agar o'zimizni qishlog'i tili bilan aytganda, mana shu qishloqda ham men oz bo'lsa ham ichki ishlardan nafaqaga chiqqandan keyin 2 yilcha fuqarolar yig'ini raisi bo'lib ishlagan paytimda ham mahallamizga aniq atalib qilingan bir bino yo'q edi. Hali bu tashkilotda ham kolxozni eski binolarda faoliyat yuritdik. Bundan keyin ham shu bo'ldi. Mana 93-yil, 92-yillardan aytsak ham bo'ladiki, mahalla fuqarolar yig'ini binosi yo'q edi. Buni hammamizga ma'lum, hammamiz shuni guvohimiz. Mana shu bugunga nasib qilib ro'za-i Ramazon oylarida, yaxshi kunlardagi mana bitib, mana shuni ochilish marosimiga hammamiz yig'ilib, sherik bo'lib xursandchilikka turgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib aytmoqchimanki, avvalasi qishlog'imiz tinch bo'lsin. Alloh o'zi panohida hammamizga saqlasin, yomon kunlari uzoqroq yiroq qilsin. Faqatgina yaxshi kunlarda yig'ilib, mana shu fuqarolar yig'ini binosida xursandchiliklarni bir-birimizga tarqatib, bir-birimizga yelkadosh bo'lib, sherik bo'lib yurish Allohdan nasib ro'za aylasin. Endi mana shu yerda faoliyat yuritayotgan mahallamiz fuqarolar yettiligiga, Zafarjonning boshchiligidagi mana shu hamma jamoasiga tilagimki, iloyim mana shu xalqqa xizmat qilib, ertaga kech tolmasdan, qo'llaringizdan kelgan yaxshiliklarni berib, yaxshi kunlariga sherik bo'lish, mana shu qishlog'imizni duosini olib, yurtimiz rahbariyatini tashakkurlarini, rahmatnomalarini olish bularga nasib qilsin. Yaxshi kunda uchrashish hammamizga nasib qilsin. Qishlog'imiz yaxshi kunlar tugamasin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Hali endi davraga mahalla raisi Zafarbekni va quruvchilarimizni taklif qilamiz. An'anaviy ularga sarpo yopish marosimi va an'anaviy kalitni topshirish marosimi o'tkazamiz. Marhamat. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Kalitlar yangi yillar muborak bo'lsin. Hali Xonim bilan profilaktika inspektori xonim. Hokim yordamchisi kelgan-a? Mahalla raisi. Endi bu mahalla raisini iloji boricha bu yoqqa kirgizmaslik kerak. Bu shu xonadon yursin endi. Kirmayman.
Zafar aka qulluq bo'lsin, joyingizga o'tib bitta duo bersinlar. Hujjatlarni qo'yishga Qani bitta duo bersin. Keling, mana bu yoqqa. Qani o'tiringlar. Bu yoqda mana bu yoqda o'tiring. Allohumma robbi anzilna munzalan mubarakan va anta khayrul muzilin. Parvardigor, bu ulug' kunlarda, bu maskanlarni muborak qilgin. Qiyomatgacha O'zbekistonimizni tinchligini abadiy qilgin. Mana shunday muhtaram yurtboshimizni har sohada olib borayotgan tahsinga loyiq ishlarga Allohim yor va madadkor bo'lgin. Yon atrofda kamarbasta o'tirgan viloyat tumanimiz rahbariyatlarini, aziz boshlarini omon qilgin. Mehnatlarini, rohatini ko'rib, farzand zurriyotlarini baxti kamolini ko'rishni Alloh nasib aylagin. Bu aziz rahbarlarimizni tunu kun xalqimiz uchun, tinchlik uchun xizmat qilyapti. Bu dunyoda maqomlari, oxiratda jannatdagi maqomlarini ham Alloh baland qilgin. Allohumma solli va sallim va barik alayhi bi rahmatika. Muborak bo'lsin azizlar. Rahmat Allohga. Yaxshi bo'ldi. Fakat endi bir yoqdan bosh chiqqan 7 yillik ishlash kerak. Kecha kunduz Olmay ishlayman. Xatolardan xato bo'lmasin. Zafar akaga rahmat inshaalloh. Zafar akaga bu Zafar aka kerak, Zafar aka kerak. Rais bor kelsin, rais bor duoini ber. Rais bor. Izzat aka bitta yaxshi bera rahmat. Alloh panohida bo'linglar. Martabalar zulm bo'lsin. El yurt aytganingizga Izzat aka. Ba'zida to'g'ri gapirsa, mana shu ishlar mana shu mahallada bo'lsin. Yaxshi ishlar, yaxshi. Zafar akaga zafar yor bo'laversin. Zafar yor bo'lsin hamisha. Zafar akaga. Mana aziz obunachilar, Toshkent viloyati Begobod tumani Xos qishlog'i yoshlik mahallasida o'tkazilgan mahalla binosi, ya'ni mahalla markazini ochilish marosimini o'tkazdik albatta. Xudo xohlasa, yurtimizda bunday mahalla markazlari ko'payaversin. Yurtimizda hamisha tinchlik bo'lsin, prezidentimizni joni omon bo'lsin. Begobod tumanimizni hokimini qilayotgan ishlariga ko'z tegmasin, shunaqa saxovatli ishlar qilishda to'xtamasin. Azizlar, Begobod tumani Xos qishlog'ida mahalla markazi ochildi va Begobod tumanida ko'plab qishloqlarda mahalla markazlari ochilishini ko'rib bormoqdamiz. Bizda so'nggi yangiliklar, Xudo xohlasa, Begobod tumanidagi oxirdagi yangiliklarni ko'rsatib borishda to'xtamaymiz. Hamisha jonlari omon bo'lsin. Xalq orasida 24 kanaldan uzoqlashmang. Rahmat, salomat bo'linglar. O'chiradigan joyim o'chir.